Hoppa, mashinchani kalitini oldik. Ana endi bir ko'chalarni bosib aylanib kelaman. O'tgan safar rulda yosh bola o'tiribdi deb ustimdan kulib yo'limni to'sishgan edi. Endi ko'rsatib qo'yaman. Bittasiga ham yo'l bermayman, qarab turishsin. Surxondaryoda xuddi shu kabi ko'rinishda yo'llarda yo'l harakati qoidalarini mensimasdan qo'pol ravishda harakatlangan haydovchilar ushlandi. Hurmatli haydovchi, necha yoshdasiz? 12 yoshlik. Men o'qigan ishimdan pushayman. 17 yoshlik haydovchi hali haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan to'plangan hujjatlar belgilangan tartibda Qiziriq tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudga yuboriladi. Ma'muriy ijroat to'g'risidagi kodeksning 128.10-moddasi, Ma'muriy ijroat to'g'risidagi kodeksning 245, 309, 310 moddalariga asosan sud qaror qildi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy ijroat to'g'risidagi kodeksning 128-moddasi 10-moddasi 2-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topilsin va unga bazaviy solish miqdorining 50 baravari, ya'ni 20.600.000 so'm jarima jazosi solinsin. Hurmatli haydovchi, yo'llarda yo'l harakati qoidalariga amal qiling.